deyapman. Meni adolatim Nushirvonni adolatidan kam emas. Bo'ldi. Men unga aytdim. Ey Sa'd, ey vali, menga tushuntir, bu joyda nima yozilgan? Sa'd aytdi. Buni dedi, tarixi uzun. Men Umar radhiyallohu anhu Umar bilan birga tijorat qilardik. Farq qilishlik uchun, narsalar olib kelishlik uchun 200 ta tuya bilan bordik. O'sha davlatga kirishdan oldin bizni 2 yigit qarshilab oldida tuyalarimizga obdon qaradi. Ular qaroqchilar ekan. Ular qo'llarimizdan tuyalarimizni olib, narsalarimizni, pullarimizni olib haydab yubordi bizni. Amirni huzuriga kirdik. Amirni ismi Nushirvon ekan. Biz bo'lgan voqeani tarjimon orqali aytib berdik. O'zining tarjimoni orqali. Amir kuldida va bizga bir kosadan, har birimizga bir kosadan oltin berdi-da chiqarib yubordi. Biz bundan qalbimiz taskin topmadi. Bizni 200 ta tuyamiz bor edi dedi. Bizga bir kosadan bergan oltini tuyalarini pulini qoplamas edi. Qaytib boramiz, men sizlarga tarjimonlik qilaman dedi. Va bordik. Bo'lgan voqeani ularga men tarjimon bo'lib xonadon egasi aytib berdim deydi. Amir o'rnidan turdi, ranglari oqardi, g'azablandi va bizni har birimizga 2 kosadan yana oltin berib, chiqayotganimizda 200 ta tuya eshikni tagida bizni kutib o'tirgan edi dedi. Va Amir chiqayotganimizda aytdi, 100 ta tuya bilan sen mana bu eshikdan chiqib ketasan, 100 ta tuya bilan sen mana bu eshikdan chiqib ketasan dedi. Biz nimaligini bilmasdik, xo'p dedik. Men aytadi Sa'd chap tomondan, Umar esa o'ng tomondagi eshikdan chiqishni boshladi dedik. Chiqayotgan vaqtda shahar darvozasiga aytadi Sa'd, men chiqayotgan eshikka 2 kishi osilib qo'yilgan edi. Osilingan, o'lgan. Umar radhiyallohu anhu aytadilar, men chiqib ketayotgan eshikka 1 kishi osilingan edi. O'sha yerdagi xalq aytdi, bilmaymiz. Biri Nushirvonning o'g'li, podshohning o'g'li osilgan. Ikkinchisi uning bosh vazirining o'g'li osilgan. Umar radhiyallohu anhu aytadilar, men chiqib ketayotgan vaqtimda 1 kishi osilgan edi. Shuni ko'rdim. Bu nima deganda, bu tarjimon podshohning o'g'li bilan vazirning o'g'li qilayotgan qing'ir ishni kelib ularni foydasiga tarjima qilib beradi. Shuning uchun bu tarjimonni ham aybi aniqlandi, shuning uchun osib qo'ydi dedilar. Yahudi aytdi, men bildim. Demak, buning ma'nosi nima? O'sha joyni amiri o'zini talon-taroj qilib, harom ish qilgani uchun o'g'lini osishga majbur bo'ldimi? O'g'lini osdimi? Demak, uning adolati shunga taqozo qildi. Unga ham aytdilar, ey Sa'd, sen yaxshi sahobiy bo'lsang ham, yaqin o'rtog'im bo'lsang ham, nohaqlik qilsang seni ko'z yoshlaringga qarab o'tirmayman.